Mana biz uyimiz, mana endi biz 2 stak olmos yig'dik. Endi biz mana bu domla yashaymiz. Biz bomush hayotimizdan ketdik. Endi biz zo'r bo'lib yashaymiz. Endi ketdik biz, endi uy olamiz. Nega hali uy olmayapti deyishlaringiz mumkin. Hali uyimizga men noldan boshlaganman, noldan ko'tarilganman. Bu yoqqa tashlash kerak ekan. Mana shuncha narsa qayerdan keldi deb o'ylashdim. Mana uy 2 stak. Bismillah. Mana biz kiryapmiz uyimizga. Mana o'zi uyimizni bizga jihozlangan deyishgandi. Ko'ramiz. Mana bitta xona, 2 xonali lomonlik. Ikkinchi xonamiz. Jihozlangan ekan mana. Rost ekan, jihozlangan bitta sandiq qo'yib, faqat yashash qolibdi bizga. Biz endi oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, bomush hayotida yashagandim. Bomush hayoti ancha og'ir, juda og'ir bomush bo'lib, juda qiynaldim do'stlar. Endi biz sizlarga aytgandim, u videolarimda aytgandim sizlarga. Men bomush bo'lib yana anaqa qilganimda, bomush bo'lib yana aytganimda uy boyib ketganimda, boyiganim yo'q. Endi shunchaga ham roziman. Uy oldim, mana bomushlar uyidan ketdim. Endi biz sizlarga va'da berganimdek men hajga boraman, haj ziyoratiga boraman. Ka'baga boraman. Sizga va'da bergandim, obunachilarim. U videolarimda va'da bergandim. Bu videolarimda ko'rganlar bormi? Like bosib qo'yinglar, kommentga yozib qo'yinglar. Bu videoni ko'rganlar yozib qo'ysin, ko'rmaganlar ko'rmagandim desin. O'ldirsin. Mana hovli uylar bor. Maktab deb o'ylamaysiz. Mana hajga sayohat. Men hajga sayohat niyat qilgandim. Beraylik. Bismillah. Ka'baga gidamiz biz. Mana Ka'ba. Mana do'stlar, biz Ka'baga keldik do'stlar. Niyat qilganlar bormi? Like bosib qo'ying. Endi keldim mana do'stlar. Men Ka'baga keldim mana. Kimlar bo'lsa mana kelib ziyorat qilib ketishlaringizni so'rayman. Xohlaganlar, niyat qilganlar bitta like bosib qo'ysa. Mana Ka'baga keldik biz. Mana kim qilgan bo'lsa ham buni zo'ragan. Mana do'stlar, Ka'baga keldik biz. Zo'r do'stlar, mana biz Ka'baga kelamiz deb niyat qilgandik. Mana niyatimizga yetdik do'stlar. Men aytgan so'zimdan amalga oshirdim. Endi mana ketamiz. Aytganimni qildimmi sizlarga? Endi sizlar ham bu video like bosinglar. Obuna bo'lamiz.
keyingi videolarim birinchi bo'lib siz ko'rasiz. Obuna bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yingizlar, iltimos sizlardan. Endi do'stlar, hovli uyda ko'rmoqchilar bormi? Mana hovli sizlar intizorlik bilan kuttirib qo'yman. Mana bu oddiy 2 xonali uy ekan. Mana bu hovli uy, lekin sotib olishimizga pulimiz yetmaydi, lekin hech kim sotib olmagan. Bu yerda o'tini yurib ikkinchi etajim mana. Juda katta ekan, 2 etajli. Mana bu tomonda balkoni ham bor ekan. Bunisi ham shu proyekt. Salgina boshqacharoq basseyni bor. Unda ham basseyn bor edi. Uni podvalni ko'rsatmadim mana. Unisida ham podval bor ekan. Buni keyingi videolarni nasibsa sotib olmoqchiman. Mana bunday yo'llar, mana hamma joyga ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu basseyn ko'rsangiz, mana bunday podvali. Biz mana shu bu yer magazindan biror narsa xarid qilamiz. Qilich oldim, deganimni yeb. Assalomu alaykum. Mana pulni menga tashlab ketish kerak. Mana o'tga olmos, bunga temir. Go'sht 2 ta, olmos, tovuq go'sht 3 ta, zolet, cho'chqa go'sht tilla 2 ta, teri 3 ta, temir, hammasi bitta. Bu yer endi kambag'allar uchun endi non pishirib ketishlari mumkin. Narsa olib ketishlari mumkin. Kambag'allar. Endi men kambag'al emasman, o'zim olishga harakat qilaman. Olsa bo'ladi, lekin men tashlab ketaman. Chunki mendan ham kambag'allar mumkin. Do'stlar, mana biz do'stlar oyna firma. Yo, buncha katta mana do'stlar, biz bank. Bu bank ekan do'stlar. Svetlar yonar ekan, ish bo'libdi do'stlar. Bu yerda ham magazin bor, lekin bu yerga kirmadim. Kichkinaroq magazin, katta magazin. Yo do'stlar, mana qilichni qaranglar, zo'r ekan.
zaxiraxonani ularga tegmaymiz, qilich sotib olamiz. Avtomatik bo'lib ketgan bizlarda. O'g'irlik qilsa lekin qamoq jazosi tayinlangan. Biz ertaga bir uxlaymiz va biz ertaga men sizlarga hamma joyni ko'rsataman. Do'stlar, mana ko'rsataman do'stlar. Mana turdik do'stlar, biz turdik. Endi biz sizlarga aytgandim, sizlarga ko'rsataman degandim. Buyurbank hozirgi videomda aytib o'tgandim. Endi kiyim do'koni, arzon kiyimlar. Bu kiyimlar hammasi zo'r kiyimlar. Assalomu alaykum aka. Mana qanchadan? Qimmatga aka. Mana sizlarga ko'rsatib ketdim. O'zim hali olmoqchi emasman. Mana mashina. Bu yerda ham hovli uy bor. Do'stlar, mana hovli uy. Mana hovli. Hovlilar juda ko'p. Mana do'stlar, mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, bu qilichni olganim juda zo'r bo'ldi. Mana do'stlar, qo'yni o'ldirib ko'rishingiz mumkin. Ikkita urganimizda o'ladi. Ana zo'r bo'ldi do'stlar. Buni olganimiz mana bu domni ko'rib obzor qilib chiqamiz. Bu domda